MIPS kurslar hammasidan iste'mol qilgan. Ha, qilgan. Qaysi klinikalarda yotqizdingiz? Detoksda yotgan. Yunusobodda. Gloriyada, Yunusobodda. Keyin ularni reabilitatsiya markazida ham 1 oy yotdi. Detoksga necha pul to'ladi? Atga. 1 oy. Detoksga $1,500 to'laganman. $50 kuniga. Undan tashqari yana nechta jinnixonada yotmadim? Yo'q, yotmadi. Qani, klinikada yotib chiqqandan keyin necha kundan keyin boshlaverdi? Unaqa boshlarda saqal 2-3 oy yurardi. Hozir tez boshlavyapti. Tashxisda yotib chiqdi necha marta. Qibrayda. Ha. Tushunarli. O'sha reanimatsiyada yotdi. Oxirgi paytda 3 kun reanimatsiyada yotib, keyin bo'limga olishdi. Xulatib qo'ydi. Ha. Ular xulatib qo'yadi-da. Bu hammasi yotqizgan klinikalarda ularni yomonlamayman-u. Hammasi blokada. Ular vaqtinchalik to'xtatib qo'yadi, yana qaytib quraveradi. Chunki organizmda hozir oxirgi paytda tabletka ichyapti, keyin o'sha ukolini qilyapti. Kuchayib ketgan, ko'ryapsiz, klinikaga yotqizgan saringiz bu kuchayib ketyapti. Taxminan necha marta yotdi? Ko'p. Necha marta? 10 marta, 7 marta, 8 marta. 8 martacha. 10 taga yetmagandim. Hamma klinika, hamma narkolepsiyada yotqizib chiqdingiz, mana reklamalar bo'layotganlarda ham. Ha. Foydasi yo'q. Yo'q, bo'lmadi. Endi qarang, onajon, men sizga tushuntiraman. Bizada kurs lecheniyamiz 3 oydan 1 yilgacha deyiladi. Nimaga? Bizaniki O'zbekistonda emas. Bildim. Dubayda, chunki atrof muhitni o'zgartirish kerak. Birinchi o'chirda bu yerda o'ziga yarasha uslovlari bor, qonunlari bor. Telefonlarini yangi xohlasangiz o'zingiz olib kelib tashlab ketasiz. Xohlasangiz soprovождающийni jo'natasiz, keladi, ko'rib tashlab ketaveradi. Soprovождающийga joy bor. Uni ham endi ular ham отдельно to'lov qiladilar, chunki 3 mahal ovqati bor, kelib ko'rib yotib ketish, bilasiz, endi chet elda bo'lgandek. Kelib ko'rib ketadi. Birinchi 3 oyda ko'ramiz. Endi aslovni ko'pi menda o'ziga kelib toza bo'lib chiqib ketayotgani maksimum uzog'i borgani 7 oy bo'lyapti. Uzog'i. Atak birinchi hali bormadi. Mana misol uchun hozir videoni ko'rgan bo'lsangiz, aeroportdan bitta bolani kutib oluvdik. Hozir yana montajga ketyapti. Hozir o'zim ham umraga borib keldim, hozir keldim. Mana aeroportdan chiqqan bo'lsam 1 soat bo'ldi, bolalarni olib borib keldim. O'ziga hammasini. Bizada hammasi tabiiy yo'llar bilan, dorilar qo'shilmaydi. Sitramon, pitramon, umuman hammasi tabiiy yo'l bilan qonlarini tozalab, polni, jigar, inshaalloh o'zi ko'raverasiz. 15-20 kunda rezultatini ko'raverasiz. Kim bo'li 4 yilga staj bor. Kim bo'li diniga o'tgan o'zi. Hali endi oxirgi stadiyasida, chunki bular любой moment ketaveradi. Noto'g'ri qilib qo'ysa, ko'paytirib yuborsa, o'zi uyog'i yo'q. Shunaqa. O'lim. Shunaqa. Shu videoda ko'rayotgan bolalaringiz hammasi bizda tuzalib ketgan, alhamdulillah, hali hech qaysi orqaga qaytgani yo'q. O'shani 12 qadam deganini ham ozgina qilib yurdi, borib, keyin yana tashlab qilmay ketdi. Bo'lmagan narsalar-ku, 12 qadam ham. Shunaqa programmalar bor ekan, shularni ham bular bir kunga qimmat programma. Bir kunga, misol uchun men yomonlamayman, ochiq oydin aytaman. Menga hammasi deyotganlar, klinikalarda, Qozog'istonlarda yotib kelgan, Qirg'iziston, Baku, Rossiya, hamma joydan telefon qilib kelishyapti, misol uchun. Ben hammasini ko'rganim, bular hammasi hammasi narkologik klinikada battar bo'lyapti. Mana dorilarini ko'rsizmi, nima dori berayotgan? Psixodrop beradi bularga, psixodrop beradi. Shunaqa. Karbamazepin beradi. Karbamazepin o'zi narkologikda обязательно karbamazepinni ichgandan keyin karbamazepin vaqti osiltirib qo'yadi. Osiltirib xulatib qo'yadi. Hamma yoq oyoq qo'li ishlamaydi. Oyoq qo'li ishlamaydi, asqilibga o'tkazib ketsangiz ham o'tiraveradi. Blokada qiladi. Hamma narkologik klinikada beradi. Bolalarini olib boradi. Vaholanki buni hammasini organizm polni tozalash kerak. Bizga kelgandan keyin bizda boshqacha stilda, boshqacha metodda qilinadi. Kelishdan oldin ham o'zingiz aytvoraman. Agar jilaningiz bo'lsa, пожалуйста, olib kelinglar. Yotadigan, yeb ichish, ichida lecheniyasi, hamma narsasi ichida.
Keyin отдельный individualniy bor bizada. Hozir основной menda ko'prog'i individualniy oilalarga qilib beryapman. отдельный villa, bitta villada turishibdi. 6 kishilik joyida o'zligisi olib turishibdi. 4 ta odam turishibdi. Xuddi sizga o'xshab farzandi bittaliklar, ikkita o'g'illiklar mana shunaqa kelgan xotinim bilan olib kelib qo'yishgan. O'zi turadi, o'zi отдельный, o'zi bir haftada bir marta olib chiqiladi, Dubaylarni aylantiradi, ko'rsatiladi, sport zal, basseyn, ichida hamma narsasi kirgan. Qon tozalaydigan narsalar hammasi toza giyohlardan qilinadi. Qimmat giyohlar qilinadi. Rezultat effektini inshaalloh 10-15 kunda o'zi ko'rasiz. Maksimum 1 oyda ko'rib olasiz. O'zi tushunib yetadi. Psixologlar ham ishlaydimi sizda yo'qmi? Yo'q, onajon, bu yerda psixolog kerak emas. Psixolog naborot bolani psixani bisib tashlaydi. Bularning o'zi psixolog. Bularga svoboda kerak, tushunasizmi? Bularga svoboda, ham suhbat odam kerak. To'g'ri, ichvering deb sekin gaplashib, tushunasizmi? Bularga unaqa narsalar kerak emas. Chunki biz o'sha praktikadan o'tib bo'lgan bu narsalar. Bularga naborot psixolog berasiz, u narkota qilmagin, unaqa qilmagin. Men narkoman bo'lganman deb battar qo'zg'atadi. Shunaqa bilan ishlashdi deyishadi reabilitatsiya markazida ham. Bir tinga qimmat. Psixologlar. Bir tinga. Bo'lmaydi baribir. Bir tinga qimmat. Hali hozir yangi roliklar chiqadi, doktorlarni ko'rasiz nimalar qilganini. Bolalar gapirib beryapti. Men endi qo'shib o'zim chiqib gapirib yorgim kelyapti-yu, so'zda dushman orttirmaydiman. Bitta Toshkentda ofisingiz bormi sizni? Yo'q, bizning Toshkentda ofisimiz yo'q. Keladigan odam Dubayga o'zi kelaveradi. Endi maslahatlashyapti sizga mana shunaqa ekan, yuz kafolat deb yozishyapti dedi. Hech kim kafolat demagani shu paytgacha. Kafolat berolmaydi ular, chunki kafolat berolmaydi. Hamisha bash pul to'lagani borganimda kafolat berasizlarki, biz kafolat bermaymiz, faqat lomkadan olib chiqib beramiz. Keyin bu yog'i o'ziga bog'liq deganning hammasi ham o'shanga bular kafolat deyishyapti. Setibboy shunaqa desam. Biz kafolat beramiz. Mana misol uchun 100% o'ziga keladi. 100% o'zi inshaalloh Allohning yordami bilan bu hammasi o'zi sizga telefon qilib afsuslari uzr so'raydi. Hamma narsadan. Bu yerda keyin nimasini aytaman, meditsina narkologiya bo'yicha dunyo tan olgan meditsina ojizligini. Keyin bu o'sha reabilitatsiya markazida yotdi-ku. O'tda endi qiynalib bo'lganda menimcha. Agar u narsa qilsa men yana reabilitatsiya markaziga berib yuboraman, boshida qo'rqib yurdi-da. Bosib olib ketar ekanman shunaqa desam, yo'q, ona berib yubormaysiz, bilmaysiz, o'tda meni qanaqa qiynalishimni andog'iydi deb mana shunaqa deb yurdi-da o'shanga. Bizada hammasi qiynalishiga ham endi onaman qanaqasiga bo'lsa ham tuzalsa bo'ldi deyman. Endi unaqa joydan bu cho'chiydi demoqchiman-da. Onajon bizada keladi. Siz endi ichidan siz bilayotgandir. Siz bu yerga reabilitatsiya markazlarining ichida nima bo'lyapti? Bitta urib tashyapti, ikol qilib qulatib qo'yyapti bolalarni. Mana ana videoni ko'rgan bo'lsangiz, skotchlab tashlab videoda qo'ygan bolani ham mana mazasini qochirib tashlashgan, dozasini oshirib. Bizada svoboda, hech kim unga yomon gapirmaydi, hatto so'kilmaydi bizada. Bizada vola qo'yib beriladi, tushunasizmi? Chiqqan paytda hamma narsani mamlaqa bo'ldi, maylimi? Yesam maylimi? Xolodilnikdan ham narsa olmoqchi maylimi? Shunaqa bo'lib keldi. Bizib tashlaydi bular. Lekin hayron bo'ldim, untomib ketib qolganman. Maylimi deb bu hayotda bunaqa so'raydigan bo'lamas edi dedim. Yo'q, u ham uzoqqa cho'zilmadi keyinda. Birpasda yo'q bo'ldi keyin. Lekin o'sha boshida shunaqa qo'rqdi o'sha reabilitatsiya markazidan-da. Siz bilmaysiz, ona meni qanaqa qiynagansa, men baribir o'zi qahrim qattiqroq. Aytaman, sen o'zing borgan o'tgan, men seni olib borib qo'yganim yo'q. Sen o'zing xohlading ichini olaman deding, shuni men amallab pul topib seni olib bordim o'sha yerga dedim. Men bunaqaligini bilmadim o'tdi deb shunaqa dedi. Ishqilib idishlar ham yo'q deb olam arkitdi, hamma narsa bo'pti o'tdi-da. Endi shunaqalarni ham so'rayotgandim sizdan. Bizada keladi, открытие. Bu yerda birovni so'kmaydi, birovni chertmaydi. Hamma narsa svoboda, vola. Bizada bu yerda yopib qo'yilmaydi. Xohlasa supermarketga chiqib keladi, sharoitlar yaratilib berilgan. Skuter samolyotda bor. Uchib aylanib,
sraz emas. Chunki kelgandan keyin baribir boshida 3-4 kun qiyinchilik bo'ladi. 24 yilda nazoratda bo'ladi. U o'zidan o'zi bo'lib ketmaydi. Chunki giyohlarni ichgandan keyin u qonni tozalashga tushgandan keyin ozgina lomkasi bo'ladi. Lomkasidan sekin shu giyohlarni detoks ichib, giyohlarni ichayotganda ozgina 1-2 kun bo'ladi. Bu hamma joyda. Menda bo'lmaydi deb yolg'on gapirmayman. Men promo aytaman, aytaman. Kelganda ham o'ziga aytaman sirasi. Niyat bormi tuzalish? Bormi? Oldingi hayotmi yo hozirgi hayotmi desam ko'p aytadi. Aka, menga oldingi hayotim. Bo'ldi. Ichadi, men unga yedirib, ichirib, faqat yeb, ichib bersa bo'ldi. O'ynab, kulib, basseyniga borib, sport zaliga kelib, cho'milib, normal yurib bersa bo'ldi. Hech qanaqa muammo yo'q bu yerda. Bizda umuman boshqacha uslub. Bizda urilmaydi, bizda so'kilmaydi, bizda qamab qo'yilmaydi bitta xonaga. Bizda bitta odam o'tirib olib, bunga chisat qilmaydi, ana kiri narkalaga keladi. Mana o'g'li so'rab yeydigan bor, vola qo'yib qo'yiladi. Tushunasizmi? Ochiq. Vodka kelgandan keyin psixologiya o'zgaradi. Odamlarning yurishini ko'radi. Basseynga boradi, chetga chiqqandan keyin chetda aylantiriladi, hammani joylar ko'rsatiladi. Hammasi ko'rsatilib kelgandan keyin o'ziga sekin miyasi kelishni boshlaydi. Ben şu an sizga uverimli aytayotganim, alhamdulillah, avvalambor bizning sababchimiz, Alloh shifosini beradi, hammasiga berib kelyapti. Mana ko'rdim, men adasiga aytish shunaqa ekanlar, qilyapman adasiga. Kafolat deyishyapti 100%. Bular kafolat hech kim bermagan-ku deyapman, deb qilyaptim deb qo'yadi. Endi kafolat berganingizdan keyin hammasi bo'tib turish kerak-da. Bularniki xumori boshlanganda ko'pchiligi nima qiladi? Aldab qo'yadi ota-onani, tushunyapsizmi? Ko'pi aldiydi, xumori tutadi, lomkasi tutgandan keyin ketishga tushaman deydi, tushunyapsizmi? O'sha narsalardan o'tib olgandan keyin u yog'iga tortib ketadi hammasi. Rahmat. Xudo xohlasa, men sizga yana aniqlik chiqaman. Bo'ldi, adasi ismingni aytib